Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyh tövendeki babda başkalarga yemek, içmek bir iş, taam bir iş İslam'ın cümlesindir. Yani ki imanın cümlesindir degan babni keltiripti. Bu babni tövendeki hadisten xuloslagan. Bu 12 hadiste bu adam shunday deydi, bizga Amr ibn Halid degan zot hadis so'zlab bergan edi deydi. Amr ibn Halid degan zot o'zi Abul Hasan Amr ibn Halid el-Farruh el-Harrani ismi bilan mashhur. O'zi Misrda yashagan adam. Bu İmam Buxoriyning ustozi. Lays ibn Sa'd qatorliq ayni vaqtdagi doniq hadis olimlaridan hadis rivoyat qilgan. Bu kishini ham hadis olimlaridan Abu Zur'at ar-Razi, Abu Hatim degandek hadis olimlari rasul odam deb sifatlagan. Ahmad ibn Allah degan kishi buni ayt Misrlik ishonchlik ayt mazmut odam deb sifatlagan hamda. Bu zot Hijriyaning 229-yili Misrda o'lib ketgan. İmam Buxoriyning ustozlari. Bu zot shunday deydi, bizga Lays degan zot hadis so'zlab bergan edi. Lays kim bo'lsa, Lays ibn Sa'd o'zi Misrlik. Bu odamning ayni vaqtdagi nihoyat doniq katta hadis olimlaridan ham shundaqqa faqihlardan. Bu faqihlar ahli ilmlarning ichidagi eng boy zotlardan. Bu boylik bu odamniki qo'lida turgan, yurikida bo'lmaganda. Chunki o'ziniki boyliklarini kambag'allarga nihoyat yaxshi tamoqlarni berib, o'z nihoyat oddiy tamoqlarni yeyish bilan odatlangan. Davomli bu kishiningki uyda kambag'allar uzilmaydigan, davomli tamoq berib turadigan bunday bir xislati bor olimlarning biri bu. Bu zot hamda Imom Abu Hanifa, Imom Azamdan rivoyat qilganligi, kurashganligi qayd qilinmoqda. Bu adam o'zi tigi asbahalliq Parislardan dediki, shu ota-bobolari Misrda yashab, Misrda o'tgan. Bu kishi 94-yil tug'ilib, 175-yili shu Misrda o'lib ketgan. Bu Lays ibn Sa'd Yazid degan kishidan hadis rivoyat qilganda, bu kishi Yaziddan anglagan buni. Yazid degan odamning ismi Yazid ibn Abi Hubayb. O'zi tabi'in, hurmatli zotlarning biri ayni vaqtida. Bu kishi monayati Misrlik, Misrda yashagan. Ko'p tabi'inlardan hadis rivoyat qilgan odam bu. Bir qism sahobalar bilan hatto uchrashgan ayni vaqtlarda. Shu Misrda ayni vaqtida Misrning muftisi bo'lgan, o'zi nihoyat muloyim, kangqusoq, oqil odam. Bu odam shu Misr zaminida hamda ayni vaqtida shu halol harom masalalarini fiqh meselelerini tunji shu maydonga chiqqan odam, yani ilmni taqtishda birinchi manba bo'lgan odamlar bu odam. Ömer ibn Abdulazizning zamonasida bu odamni ayni vaqtida shu Misrga mufti qilib belgilagan ekan. Demak, shunga qaragan vaqtida xili ta'sir doirasi kuchli, ilmniyat mo'l olimlardan bo'lsa kerak. Bu odamningki kelib chiqishi asli shu Sudan deqmansda Sudanlik kishilarga o'xshash biza qora qul oilalardan bo'lsa kerak, Nobila deb qo'ydi. Bu odam 53-yil tug'ilib, 128-yili o'lib ketganligi xotirlangan. Endi bu odam Abul Xayr degan kishidan hadis rivoyat qilyapti. Undaqda Abul Xayr degan kim bo'lsak, buning ismi Marsad. Yani Marsad ibn Abdullah al-Yezni deb qo'ydi, lekin Abul Xayr nomi bilan mashhur. Bu odam Hijriyaning 90-yili shu Misrda vafot bo'lgan. Misrniki ayni vaqtdagi doniq olimlardan bo'ladi. O'zi tabi'in hadis olimlari ichida ishonchli deb sifatlangan. Misrniki ayni vaqtdagi amiri Abdulaziz ibn Marwan, ya'ni Umar ibn Abdulazizning dadasi bu endi o'tag'izib shu fatvoni shu berdi deb bekitgan. Bu zot ishonchli fazilatli deb sifatlanib, masalan, nurg'un hadis sahobalardan hadis rivoyat qilgan, masalan, Abdullah ibn Umar ibn As, Umar ibn As'dan Uqbat ibn Amir, Ayyub al-Ansari deymiz. Undan boshqa bir qism tabi'inlardan hadis rivoyat qilganligi qayd qilingan. Bu odamniki shu o'z davridagi ilmiy darajasi nihoyatda yuqori. Chunki islom dunyosi u vaqtida Misrda islomdagi yangi kengayotgan mezgillar. Shu vaqtda biz Misrning muftisi bo'lib, ilmni taqatmoq nihoyatda bir ig'ir bir mushkul bir avval. Chunki atrofda butun hamda qibtiylar, xristianlar joylashgan bir o'rin, Rumning ta'siri nihoyat kuchli. Demak, bu odam shu dastlabqi ilmning o'rnini solgan zotlardan bo'ladi-da undaqda.
Şu Mısırda fiqh ilmini taqitib, şu Leys ibn Sa'dniki faqih bo'lishiga asos tikilgan adamlar bu. Bu zat hamda Abdullah ibn Amr'dan hadis rivoyat qiladi. Bu zat raziyallohu anhuma degandilar bu odamning sahobaga ekanligi chiqib turdi. Bu kishi Abdullah ibn Amr ibn As. Bu kishining tarixi tungi darsimizda o'tib bo'ldi. Hamda Abdullah ibn Amr ibn As'ning deyishicha bir odam payg'ambar alayhisolatu vassalomdan so'rabdi-da, "Ya Rasululloh, ya'ni qaysi islom eng yaxshi edi?" Mana oldidagi hadislar ma'vu hadisinki farq var. Birincisi mesela ebzel, qaysi ebzel dedi. Ebzel degan gap bu yerda qaysiniki darajasi mesela ko'proq bo'ladi deb bu yerda miqdorli holatni bildirdi. Birinchi hadis, mana 11-chi hadis, mana oldidagi hadis yani. Lekin ma'vu qaysi islom yaxshi deganligi bu mana shakl jihatdan qaysi yaxshi yoki tur jihatdan qaysi yaxshi deganni bildirdi bu yerda. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şundak dedi. Sen başkalarına taam berişin, tonuğan ve tonumuğan adamlarga salam berişin, muşu en yaxşı İslam deb cevap verdi. Şimdi başkalarına mesela taam beriş, yemek beriş, bir yerdeki taam deb keltirişi mesela yemek içmek, içimlik emin şu alıda mevcut ve emini. Yani tonuğan adamga salam beriş meselesi, taam beriş meselesi bu ictimai mesele. Bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye deslep kelgen vaqtlarda xalqning şu etrafdagi nurg'un mesela Yahudilar bor, undan boshqa jamiyatga bir qism islomga yangidan talpinayotgan qabilalar bor atrofda. Mesela Juhayna deymiz, Beli deymiz, nurg'un qabilalar Medine'ning etrofida bor-da, Aslam degandek. Taam berish orqali, ularga salom berish orqali Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shularning qalbini utish, İslam'a bo'lgan moyilligini qo'lga keltirish va undan boshqa islomniki nihoyatda bir xil illiqlik yetkazadigan bundaq bir go'zal bir din ekanligini bir bildirish uchun dastlabda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mush usul orqali boshlaganligini olimlar qayd qilyapti. Ammo bu dastlabda Madinada shu bir sabab bilan o'ttirib qo'yilib deyilgan bo'lsa-mu bu hadislar, lekin bu ommadan oxir zamonchilik buningki roli ta'siri kuchga ega. Bugungi davrda mesela taom berish, to'nmagan odamlarga salom berish bu nihoyatda yaxshi fazilat. Salom bo'libmi islomniki bir shuar, ya'ni bir belgisi. Bu yerda bir yasalmalik sifatdan yoki bir to'nmagan odamga mesela xushomad qilish uchun emas. Mayli to'nayli, mayli to'nmayli bir islomniki shuarni namoyon qilish, o'zining bir musulmondaligini bildirish asosida salomni cho'qim tark etmagan yaxshi. Ondan boshqa salom berish masalasi o'zining bir insonniki kamtarligini, musulmonlarga nisbatan nihoyatda chilikni bildiradigan nihoyat bir esil sifatlarniki biri. Shundaqla jamiyatda bir boshqalarniki qalbini tutish, jamiyatdagi mehr muhabbatni kuchaytiradigan bir omillarniki birisi bu. Endi birisi bu taom berish masalasi faqat shu kambag'allarga xosmi desa, yo'q, unday emas. Mayli kambag'al bo'lsin, mayli boy bo'lsin, mayli do'st bo'lsin, mayli qarindosh bo'lsin, mayli urug' tuqqan bo'lsin, hamma kishilarni o'z ichiga oladi. Shu jonliq hayvonlardan tortib, mushuni o'z ichiga oladi. Oldidagi 11-chi hadislar va 12-chi hadisniki bir-biriga nihoyatda bog'liq bir munosabatli taraflar bor. Mesela oldidagi hadisda mesela tilidan va qo'lining aziyatidan saqlangan dedi. Ma'noda 12-chi hadisda taom berish, salomni qilish, to'nmagan degan kishilarga eskartdi bunida. Ikkisining bir-biriga munosabat nihoyat yaqin. Cho'qim boshqalar azor bamga deb shu kishiga tomoq berish jur'atga, salohiyatga ega bo'ladi. Ikki hadis bir-biridan nihoyat mukammal to'liqlaydigan ijtimoiy holatlarniki biri. Yana birisi salom masalasida Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oxir zamonda salomni faqat to'nishlar qiladi degan bir hadisni o'tirib qo'yganki, shuni salomni to'nmagan har qanday musulmon qilish bu nihoyat esil bir an'anaviy islomiy odatlarniki biri. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.